Sizlarni Jeju oroliga 3 kunlik sayohatga taklif qilaman. Hammasini bir boshdan boshlaymiz. Ertalabda o'g'limni fotosessiyasini o'tkazib keldik. Chamadonlarimiz tayyor edi. Faqat yo'l-yo'lakay do'konga kirib o'tishimiz kerak edi. O'g'lim oxirgi payt smes ichmay qo'ydi. Katta do'kondan unga ovqat qidirdik. Ovqat emas, shunaqa detskiy dababka tushundinglar-ku. O'zi ham eng katta targ'ov sentriga kirib olgan ekanmiz. Rosa qidirishga vaqtimiz ketdi. Soat 2 dan o'tganda o'zimiz hali obed ham qilmagandik. Gamburger oldik yo'ldan. Amir chegasi har doimgidek, "Men ovqatlanaman" deganimda u mendan oldin tayyor turadi. Yaxshi ham shu termozimiz bor. Tezgina unga smesini berib, o'zim ham qornimni to'ydirib oldim. Koreyadagi bu kichik aeroportga birinchi borishim. Jon ham yillar oldin borganlarida juda ham kichkina va juda ham eski bo'lgan ekan. Kirishimizdan oldin ichkarida video ololmaysan, taqiqlangan deb aytdilar. Lekin men ko'rib turganingizdek hamma sharoitlarni ko'rsatib chiqdim. Shu kichkinagina aeroportda ona va bola xonasi 2 ta ekan. Sharoitini o'zingizlar ko'rdinglar-ku. O'zbekistonimizda ham shunaqa ona va bola xonalari ko'paysa juda ham yaxshi bo'lardi. Biletga ahamiyat beringlar. Familiyamni o'zi sig'ibdi, qolganini ruchkada yozib berishdi. Bagajni topshirib, hamma tekshiruvlarni tugatib, samolyot kutish joyiga o'tganimizda oynalar shunaqa qop-qora edi. Tashqari umuman ko'rinmasdi. Undan tashqari har 2 metrga rasmga olish mumkin emas degan qog'oz yopishtirib qo'yishgan. Samolyotgacha ham juda ham ko'plab bahrandalar kuzatib qo'yishdi. Yoki u aeroportdan uzoqlashmagunimizgacha oynani ham ochtirishmadi. Welcome to Jeju. Ani, Jejudo. Xullas, Jejudoga xush kelibsizlar. Aeroporti juda ham kichkina bo'lsa ham dekoratsiyasiga umuman gap yo'q. Odamlar ko'pligini esa umuman gapirmasa ham bo'ladi. Yozda qanchalik odam ko'p bo'lishini tasavvur ham qila olmadim. Samolyotda, yo'lda Amirchik adabimizni berdi. O'shancha aeroportdan прямой gostinitsaga bordik. Gostinitsa alohida tema, juda ham katta, juda ham shikarniy. Gostinitsani videosi alohida bo'ladi. Qolgan videolarni o'tkazib yubormaslik uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmang.